Nima uchun Ronaldoning Realga transferi futbol tarixidagi eng buyuk transfer hisoblanadi? 2009-yil yoz fasli. Ferguson Krishtianuni qo'yib yubormoqchi emas. Manchester United muxlislari undan qolishni iltimos qilishardi. Ammo Ronaldo bolaligidan orzu qilgan klubga, ya'ni Real Madridga o'tishni qaror qilgan edi. Va mana rekord darajadagi transfer 94 million yevro. O'sha payt uchun bu juda ulkan mablag' edi. Bu transfer haddan tashqari xavfli deb hisoblangan. Perez yangi galaktikani yig'ish uchun qaytdi. Agar Krishtianu o'zini ko'rsata olmasa, hammasi qulab tushardi. Ammo Ronaldo nafaqat kutilgan natijani berdi. U barcha kutganlaridan ham oshib ketdi. 450 ta gol, 438 ta o'yinda. U finalda ham, yarim finalda ham, El Clasico'larda ham gol urdi. Chempionlar Ligasi tarixida 6 ta mavsum ketma-ket eng yaxshi to'prar bo'ldi. Bu shunchaki natija emas, bu to'liq ustunlik edi. Ammo muvaffaqiyat faqat maydonda emas, balki tijorat tomonda ham bo'ldi. Krishtianu Real Madrid brendining asosiy yuziga aylandi. Faqat futbolkalar savdosining o'zida klub birinchi yilning o'zida 100 million yevrodan ortiq daromad ko'rdi. Ronaldo Realda bo'lgan barcha mavsumlar davomida klub faqat Mer savdosidan taxminan yarim milliard yevro ishlab topdi. 9 yil ichida Krishtianu Real bilan 17 ta sovrin yutdi. Agar faqat Chempionlar Ligasi uchun mukofot pullarini olsak, 2014, 2016, 2017 va 2018-yillardagi g'alabalar orqali Real Madrid UEFAdan taxminan 330-360 million yevro daromad oldi. 9 yil davomida Ronaldo Real Madridga qariyb 1 milliard yevro olib keldi. Aynan shu sababli Ronaldoning Realga transferi futbol tarixidagi eng buyuk kelishuv hisoblanadi.